O'zbekiston Respublikasi Fiziatriya bolalar harakat tayanch sistemasi kasalliklar reabilitatsiya markazida ilmiy tadqiqot o'tkazish bo'yicha shartnoma imzoladik va 2024-yili sentyabr oyida bu ilmiy tadqiqot boshlandi. 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan osteoxondropatiya diagnozi bilan kasallangan bemor bolalarda 25 ta boladan 14 tasida fragmentatsiya davridan noto'liq tiklanish davriga o'tish holati va bitta bolada to'liq tuzalish holatlari aniqlandi. Men Usmonova Parizod Abduqayumova Respublika bolalar fiziatriya va tayanch harakat tizimi kasalliklar reabilitatsiya markazining bosh shifokori hisoblanaman. Biliver kompaniyasini paralloy kalsiysi va koenzim qoni ishlatdik. Osteoxondropatiya kasalligi bilan og'rigan bemorlarimizda bizani davolanish etapimizni 1 yilga qisqartirib berdi. Aslida 2,5 yil, 3 yil, 4 yilgacha davom etadigan kasallik davolanishini 1 yilga qisqartirib berdi. Son boshqasi osteoxondropatiyasi tashxisi bilan davolanayotgan bolalarda shuni tajriba sifatida qo'llab ko'rdik. 3 marta tekshiruv o'tkazildi, rentgenologik tekshiruv o'tkazildi. Bu kasalimiz Tojiboyeva Dilnura 2017-yil tug'ilgan. Bolada birinchi 4 oy oldin chap son boshqasi osteoxondropatiya fragmentatsiya tashxisi bo'lgan. Kelgandan keyin unga bizlar kanaloy kalsiy berganmiz. Bu ikkinchi rentgen tekshiruv 5-dekabrda qilingan. Bunda o'zi fragment bosqichidan fragmentni tiklash bosqichiga o'tgan, 2 hissalari so'rilib boshlagan. Uchinchisi bu mana 19-mart kuni 2020-yil rentgen tekshiruvida bu yerda son boshqasi noto'liq tiklanish bosqichiga o'tgan mana. O'zi noto'liq tiklash bosqichiga o'tgan, hissalar so'rilib borgan mana. Bu yerda juda katta hissa bor, bu yerda hissa kichkinalashgan. Haqiqatan Biliver kompaniyasi bilan biz o'zi mana 1 yilcha hamkorlik qilamiz. Endi bizning markazimiz kasalliklar reabilitatsiya bilan shug'ullanadi. Bu aktiv karal kalsiy moddasidir. Tarkibini o'rgansak, tarkibida vitamin D3, ya'ni R-kartifilor ham bor ekan. Undan tashqari yod moddasi ham bor ekan. Bu 3 ta modda aktiv karal kalsiy tarkibida borligi uchun 2 ta guruh qildik. 25 ta boladan 2 oy davomidan keyin 56%, ya'ni 25 ta boladan 14tasida fragmentatsiya davridan noto'liq tiklanish davriga kasallik bo'ldi. 2 oyda 56% yaxshilandi, 4 oyda 80%, 2 oyda 16%, 4 oyda 24%. Faol kalsiy standart davolashga qaraganda 4 barobar effektivlikni biz isbotladik. Bu batin nima bo'ladi? Ovqatga qo'shilgan narsalar biologik aktivitalar ishi-ku. Mayli, kelib o'rganaylik, man qarang, natija shunaqa bo'ldi hozir. Boshqa ilmiy izlanishimiz ham qiziq qoldi. Balki boshqa narsani agar kelsak ham tadqiqot qilib o'rganishimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu ilmiy tadqiqotda ishtirok etgan mana shu markaz shifokorlariga va hamshiralariga kompaniyamiz Biliver kompaniyasi tomonidan va shaxsan men o'zimning nomimdan o'z minnatdorchiligimni bildiraman.